Assalomu alaykum barchaga aziz birodarlarim, sizlar bilan Birlashgan Arab Amirligining tahlilida g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. 5-iyun 21:00 da ikkinchi o'rin uchun bo'lgan kurashdagi asosiy raqibimiz bo'lmish Birlashgan Arab Amirliklari bilan hal qiluvchi o'yinimizni o'tkazamiz. Oradagi farq 4 ochkoni tashkil etib turibdi. Bizani 1 ochko ham qoniqtiradi, Birlashgan Arab Amirligini esa bu yog'iga faqat g'alaba qoniqtiradi. Agar biz bu o'yinda durang natijasini qayd etsak, Qatarga qarshi o'yinda 300 ming, 400 ming, 500 ming, 600 mingga bilet sotib olib, stadionda boshimizni ushlab, yuragimizni changallab, Qatarga qarshi g'alabani kutishimizga hojat qolmaydi. Xo'p. Abduqodir Husanov uylandi, bilasizlar, uylanib ertasi kuni srazu Dubayga uchdi. Birlashgan Arab Amirligiga qarshi tayyorgarlik 29-maydan Dubayda boshlandi. Temur Kapadze tushuntirganidek, Sahro tarafdagi stadionni olishdi. Hech qanaqa katta bino yo'q, ularni kuzatishmaydi. Qo'riqlov xizmati hech kimni kiritmaydi. O'zbekiston xavfsizlik bir nimalari bilan borgan u yoqqa. Xavotir olmasanglar bo'ladi. O'zbekistonning hech qanaqa taktik harakatlarini Birlashgan Arab Amirligi o'rgana olmagan degan umiddamiz. Agar O'zbekiston borishidan avval kuzatuv kameralarini o'rnatib qo'yishmagan bo'lsa. Xo'p. Tahlilni boshlaymiz. Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiysi Kosmin Olariyu, undan oldingi bosh murabbiy Pedro Bento edi va Pedro Bentoga O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan ishonch bildirilmadi, chunki orada vaqt bor edi. Bir necha oy vaqt bor edi va bu bosh murabbiyni almashtirish uchun qulay palla hisoblangani uchun ko'ngli to'lmayotgan Pedro Bentoni olishib, o'rniga Kosmin Olariyuni olib kelib qo'yishdi. Kosmin Olariyu 1969-yilda Ruminiya davlatida Yevropada tavallud topgan, Osiyoni rekordini urgan murabbiy hisoblanadi. Ya'ni har xil jamoalarda, ya'ni 6 ta jamoada mamlakatlarini chempioni qilgan yevropalik yagona mutaxassis hisoblanadi. Faoliyatini 2000-yillarda boshlagan ushbu murabbiy. Futbol klub Situa Buxarest jamoasida faoliyatini boshlagan, o'sha klubni Ruminiya chempioni qilgan, undan so'ng Al Hilolga kelgan, Al Hilolda 2 yil bosh murabbiylik qilgan 2005-2007-yillar davomida. Undan so'ng Al Sadga o'tgan, 6 ta o'yindan keyin yana o'sha Situa Buxarestga qaytgan. Buxarestda 5 ta o'yin va unga Al Ayndan taklif kelgan. Bosh murabbiy o'ylab o'tirmasdan Al Aynga safar